Durdana ovqatim pishgan bo'lsa, ovqatlar itga ochmay yomon xoridim lekin. O'zingiz solib bering, mazam bo'lmaydi. Mazam yo'q. Ha birga o'tirib bir ovqat yeymizmi deb o'ylab turardim. Ham desa, oylik oldim. Sen berjakadim, birga yeymi, sumkami olasanmi deb. Shuni ertaroq aytmaysiz, o'zim sozimoz deb ovqatingizni solib beraman, yaxshimi yuring? Hozir o'lajak bo'lib turadi. Yaxshi, o'yin zo'r ketibdi lekin. Men qara Durdana? Ha. Shu do'konga tushibman, bo'zing suv bilan bir chimishga kelib bera olmaysanmi? Men. Qo'ysiz, hozir makiyaj, giyim, bor, gap. O'zingiz borib kelavering shuni. Yaxshi o'zing bilasan, zdachi kerakmi deganing. Hozir boraman. Davay. Hozir borib kelaman. Ey, oyoqqa git. Alo, akasi. Alo. Bir de swiji hamma mevalar bor ekan. Size yoqadan klub ekan bor ekan. Olaveraymi? Olaver. Akasi, qo'shaloni bir de zo'r har xil varianti bor ekan. Balangizga olaveraymi? Olaver. Alo, akasi, Dorital yo'q, boku biz ishitadan zo'r yo'q. Shuni 2 litrlik, 5 litrlik ham bor ekan. Olaveraymi? Ol, o'zing bilasan, olaver. Akasi, turkcha choy ichmaga boku, zo'r choynakini topdim boku. Bu yerda oshxona uchun kerak naborlar bor ekan. Qarang, kartama 500 ming so'm pul tashlab bering. Seni opang pul deb to'g'anmi, shatding sen? Oxir qarang, Dorital supermarketda boku, hamma yerda odamlar keladi ekan. Biz esa uyimizni yonib bo'lib turib yurimiz ekan. Zo'r narsalar bor ekan. Olmasam bo'lmaydi. Yaxshi. Dabaxir. Xor ketdimi? Taqatin keldingmi? Hava, Dorital supermarketda xarajat etdim. Hozir xolodilnikka taxlab bo'ldim xarajat. Xor ketdim. Chimishga keldingmi? Yodimdan chiqib ketdi akasi. Uch akkaman bilinman, uch. Pul berasizmi? Ha, sendan pul o'rganibsan ha? Pul bermasangiz bo'lmaydi. Hech bo'lmasa 1000 so'm kim bering? Ha. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim